Karvon bozoriga keluvdim. Yandexdan passajir olib, mana bu yerga qo'yishga joy yo'q. Stoyankadan kirish Yandexga besplatni dedilar. Kirib qo'yib chiqing bizani dedilar passajir. Viloyat hokimligini balansiga turadigan yer. Men aytibman, bu yerda o'tiradigan xodimga "Siz Yandexdan akajon kelindi. Passajirni qo'yib chiqibmiz" deyaptilar. Bu xususiy joy deyaptilar. Biza farqi yo'q deyaptilar. Shunga o'z fikrlaringizni bildirishlaringizni iltimos qilamiz. Chunki biz odamlarni qo'yib qaytib chiqib ketamiz bu yerda. O'tirmamiz ko'p. Mana bu yo'llarda znak turibdi. Shunga o'zlaringizni fikrlaringizni va chora ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Rasmlarga ham oldim. Rahmat. Farqi yo'q. Shaxsiy joy bu, shaxsiy stoyanka bu. Shu uchun pulni to'lash shart dedilar. Mayli, menga u puli jalka emas dedim. Pulni beraman, lekin biz bu yerda o'tirmamiz.